Hurmatli milliy sertifikat topshiruvchilar, sizlar uchun milliy sertifikat imtihonda test topshiriqlarida aynan grammatika savollarida qanday qilib to'g'ri javoblarni topish va qisqa vaqt ichida to'g'ri yechimni topish usullarini ko'rib o'tamiz. Bu uchun bizga albatta test sechish texnikasi kerak bo'ladi. Marhamat, e'tibor bering. Birinchi savolda qaysi qatorda berilgan so'zlar imloviy jihatdan to'g'ri yozilgan? Mana shu yerda test savollarida ko'pchilik to'g'ri, noto'g'ri javoblarda chalg'iydi. Demak, biz to'g'ri javobga mana bu bitta galchka qo'yib olamiz. A javobda huvillamoq, mug'ambir, tamomiyla. Bularning hammasi to'g'ri. Demak, A javobni to'g'riga belgilab turamiz. B javobda xohlamoq, labaran, kuldurgich debdi. Kuldurgich emas, kuldirgich bo'ladi. I bo'ladi mana bu yoqda. C javobda intellektual, duoi salom, baxshida debdi. Baxshida emas, baxshida bo'ladi. Bu javobimizda ham xato bor ekan. D javobda alaxsimoq, chala-chulpa, yugurdak. Chala-chulpa chiziqcha bilan yoziladi. Demak, to'g'ri javobimiz A javob ekan. Ikkinchi savolimizda qaysi gapda unli tovushni qo'llash bilan bog'liq xatolik mavjud degan. A javobga e'tibor bering. Demak, bizdan unli bilan bog'liq xatolik so'ralyapti. Barchaga bir-bir qo'lliq qilib Astaxonning huzuridan chiqdi va o'zini qafasdan ozod bo'lgan qush kabi sezdi. Bunda yo'q ekan. B javobda qavog'ariga o'xshab g'o'ng'illamasalaringchi deya nevarasiga tanbeh berdi bobo. Hadeb bitta gapni qaytaraverar ekansan-da, mana bu yerda qavog'ari emas, qovog'ari bo'ladi. Demak, O o'rnida al qo'llangan va B javobda xatolik mavjud ekan. C javobimizda xatolik yo'q, D javobimizda ham xatolik yo'q. Uchinchida qaysi javobda so'zlar leksik tahlili xato izohlangan? Xato izohlangan so'ralyapti. Biz mana bu X belgisini qo'yib olamiz. A javobda mana bu surat, qaranglar, surat so'zi ot, ya'ni rasm degan ma'noni anglatadi-ya. Uning paronimi sur'at. To'g'ri. Sinonimi siymo, surati siymosi. Bu ham to'g'ri ekan. Bizdan xato javob so'ralyapti. B javobda intiho, intiho ot so'z turkumining sinonimi nihoya. Bu to'g'ri. Antonimi ibtido, ya'ni boshlanma. Bu ham to'g'ri. C javobda asir ot so'z turkumi, uning amonimi asr, ya'ni asr namozi yoki 100 yil bir asr yoki asrga tushdi. Ko'ryapsizmi? Ana endi mana bu yerda uning paronimi sifatida asl keltirilgan. Yo'q, bu uning paronimi asr bo'ladi. Demak, ko'rib turganingizdek, mana shu C javobimizda xato mavjud ekan. D javobimizda ham azm, paronimi azim, shakldoshi azm. Bu to'g'ri. 4ta o'zaro ma'nodoshlik hosil qila olmaydigan so'zlar qatorini toping debdi. Oladigan emas, olmaydigan so'zlar qatori. A javobda foyda, ta'sir, naf. Foydasi tegdi, ta'siri tegdi, nafi tegdi. Demak, bu ma'nodosh bo'la olar ekan. Xo'p, B javobda mute, tobe, qaram. Demak, mute qildi, tobe qildi, qaram qildi. Bu ham ma'nodosh bo'la olar ekan. C javobda hayrat, taajjub, ajab. Hayratlandi, taajjublandi, lekin ajablan deganda bo'lar edi. Ajabni bunga qo'sha olmaymiz. Demak, mana bu nima bo'lyapti? Noto'g'ri. Demak, C javobni olar ekanmiz. D javobda bet, chet, sohil. Daryoning beti, daryoning cheti, daryoning sohili bo'lib, D javobimiz ham to'g'ri ekan. Shu yerda nutqiy ma'nodoshlik degan narsa bor. Ma'nodoshlar bilasizlar, matn mazmunidan kelib chiqqan holda ko'chma ma'noda turli xil so'z turkumlarda ham ma'nodoshlik hosil qiladi va bular nutqiy ma'nodoshlik, ya'ni matn tarkibidagi ma'nodoshlik hisoblanadi. Ma'nodoshlar bo'yicha to'liq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, sizlarga yana ham bu haqda batafsil darslar o'tib beraman. Xo'p, 5-savolda qaysi gapda qo'shimcha qo'llash bilan bog'liq uslubiy xatolik mavjud deyapti. Qo'shimchalarga e'tibor beramiz. A. Ertalabki choydan keyin biroz hangomalashgach, hammamiz yo'lga otlandik deyapti. Endi bu yerda hamma qo'shimcha to'g'ri qo'llangan. B javobda serhamiyatli inson. Mana bu yerda serhamiyatli inson bo'lmaydi, yoki hamiyatli inson bo'ladi, yoki serhamiyat bo'ladi. Demak, bu yerda qo'shimcha qo'llash bilan bog'liq xato, ya'ni so'z yasovchi qo'shimchada xatolikka yo'l qo'ygan. To'g'ri javobimizni B javobini olar ekanmiz.
C bilan D javobini o'zingiz ko'rib chiqishingiz mumkin, xatolik mavjud emas. Oldida qaysi javobda ochiq so'zi o'z ma'nosida qo'llangan? Demak, ochiq so'zi A javobda Dildora o'z fikrlarini ochiq ifoda etishga qiynalardi. Mana bu yerda ochiq ifoda etmoq bo'lganda sizdan o'z ma'nosi so'ralyapti. Bu yerda ko'chma ma'no. Bu javobimiz chiqib ketdi. B javobda Rahmat bobo ochiq derazadan uzoq-uzoqlarga termilarkan o'tgan 2 yil oldingi voqealarni eslardi. Mana bu yerda deraza ochiqligi bu o'z ma'nosida. Demak, biz B javobini olar ekanmiz. Mayli, C javobini ham ko'ramiz. Qarang. Yig'ilishda aytilgan anchagina muammolar ochiq qoldi. Muammoning ochiq qolishi bu ko'chma ma'no. D javobda maktabimizda haftaning har dushanba kuni ochiq eshiklar kuni. Demak, ochiq eshiklar kuni bu ham ko'chma ma'no ekan. To'g'ri javobimiz B javob ekan. 7da qaysi javobda li qo'shimchasi sifat yasashga xizmat qilib loyiq, sazovor ma'nolarni hosil qilgan. Ya'ni li qo'shimchasining o'rnida biz loyiq, sazovor so'zlarni qo'llay olishimiz kerak bo'ladi. A javobda hamma uni go'yo uzoq vaqtdan beri kutilgan ardoqli bir mehmondek yorug' yuz bilan qarshiladi. Ardoqlidagi lining o'rniga loyiq, sazovor so'zlarni qo'ya olamiz. Ardoqqa loyiq, ardoqqa sazovor bir mehmon sifatida deganda to'g'ri javobimiz A ekan. Xo'p, B javobga shiringina tabassum qilib yuradigan bolasining bugun uyga vaqtli kelganini ko'rgan ona har doimgidek mamnun bo'ldi. Vaqtli, vaqtga loyiq, vaqtga sazovor deya olmaymiz. B javob chiqib ketdi. C javob avvallari bu keksa cholni ko'rganimda vijdonli kishi deb o'ylardim. Vijdonga loyiq, vijdonga sazovor ham deya olmaymiz. C javobimiz ham chiqib ketdi. D javob bu hayotda har bir tirik jon, ya'ni barcha inson o'zining qiyomatli do'sti bo'lishni xohlaydi. Qiyomatga loyiq, qiyomatga arzirli deya olmaymiz. Demak, bu javobimiz ham chiqib ketdi. Endi 8-savol. Har doim siz ham fe'lga oid bo'lgan savollarda qiynalasizmi? 8-savol fe'l shakllari bilan bog'liq. Har uchala gapda ishtirok etgan fe'l shakllarini aniqlang debdi. Bu savolni yechishda biz test yechish texnikasiga e'tibor berishimiz kerak. Qaranglar, mana bu yerda javoblarda 3 raqami 3 ta javobda kelgan. A javobda, B javobda va D javobda 3 raqami kelgan. 3 raqamida ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi bor ekan. Endi biz mana shu ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasini gaplar tarkibidan topib olishimiz kerak. So'zlar javobiga chiday olsang, o'zing arpa ekib bug'doy ko'rarmi ko'zing. Mana bu yerda chiday olmoq ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi. Demak, birinchi gapimizda 3 bor ekan. Ikkinchi gapimizga e'tibor bering. Bugun o'chir o'tni, bor ekan imkon, erta kuchaysa u yoqar jahonni. Bu yerda ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi yo'q. Demak, biz ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi mavjud bo'lgan javoblarni, ya'ni A javobni, B javobni, D javobni chiqarib tashlasak, C javob qoladi. C javobimizda 4 va 5. 4 ta sof fe'l degan. Demak, mana bu yerda chiday olsang sof fe'l 4 bor ekan. Endi 3 javobimiz chiqib ketdi. O'timli fe'l so'zla, so'zni so'zla bo'ladi, o'timli fe'l bo'ladi. 4-5 bor ekan. 2da bugun o'chir o'tni, bor ekan imkon. O'tni o'chirmoq. Demak, bu ham sof fe'l. O'tni o'chir ni bor bu yerda. Bu ham nima bo'lyapti? O'timli fe'l. 4-5 bor ekan. 3-da kim do'stlar tilini tirnalar ekan, ittifoq yo'liga ezadi tikan. Ya'ni bu yerda tilini tirnalamoq bo'ladi. Sof fe'l. Tilini tirnalamoq bo'lganda o'timli fe'l. 4-5 bor ekan. To'g'ri javobimiz C javobimiz ekan. 9da qaysi gapda olmoshning ma'nosiga ko'ra 4 ta tur qatnashgan deyapti. Olmoshning ma'no turlariga e'tibor beramiz. A javobda sen bitta, shuni 2 ta, hech qachon 3 ta. Yodingdan chiqarmaki, yillar o'tgan sari xotin oltin va gavharga aylanib boradi. Bu gapimizda 3 ta olmosh bor ekan. Ma'no turi so'ralyapti. B javobda shuni bilingki, shuni ko'rsatish olmoshi
har qaysi belgilash olmoshi millatning o'ziga xos ma'naviyati, o'ziga xos bo'lganda o'zlik olmoshi ma'naviyatini yuksaltirishda oilaning o'rni va ta'siri beqiyosdir. Bu gapimizda ham 3 ta ma'no turi mavjud ekan. Demak 3 ta. C javobda har bir belgilash olmoshi o'z ustimizda o'zlik olmoshi doimo ishlab butun jamiyatimiz uchun foydali ishlar qilishimiz darkor. Butun jamiyat barcha hamma so'zlar bilan almashganda belgilash olmoshi bo'lib keladi. Bunda ham nechta ekan? 3 ta ekan. D javobga e'tibor bering. Hamma gapdan hamma belgilash olmoshi, hatto mening kishilik olmoshi hayotimdan ham xabardor bo'lgan mana bu ko'rsatish olmoshi yigit kim bo'lganda so'roq olmoshi. Demak, D javobimizda 4 ta ma'no turi bor ekan. To'g'ri javobimiz D javob. Bizdan nechta ma'no turi borligi, ya'ni 4 ta ma'no turi qaysi javobda borligi so'ralgani uchun D javobni olar ekanmiz. Oning aniqlang deganda biz galchka qo'yib qo'yamiz, noto'g'ri hukmda X qo'yib qo'yamiz. Demak, ta'limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta'limdan ajratib bo'lmaydi. Ta'limni yuksaltirishni maqsad qilsak, avvalo tarbiyaga jiddiy e'tibor qaratishimiz lozim. A javobda hol ot kesimga to'g'ridan-to'g'ri tobelangan degan. Mana bu yerda jiddiy hol e'tibor qaratishimiz lozim. Harakatnoma bilamizki, gapda ot kesim vazifasida keladi. Demak, to'g'ri javobimiz mana shu A javob bo'lar ekan. B javobda vositali to'ldiruvchi aniqlovchiga tobelangan degan. Tarbiyaga jiddiy deya olmaymiz. Tarbiyaga e'tibor qaratmoq. U kesimga tobelangan, chiqib ketdi. Egalar bir xil turkumdagi so'zlar bilan ifodalangan degan. Demak, ega yo'q bu gapimizda, bu ham chiqib ketdi. Ravish holi aniqlovchiga tobelangan degan. Ravish holi jiddiy e'tibor qaratishimiz bilan u kesimga tobelangan. Bu ham noto'g'ri ekan. Hop, 11-savolga e'tibor bering. Gapdagi so'zlarning mazmun va grammatik jihatdan bog'lanishi to'g'ri ko'rsatilgan javobni aniqlang debdi. Qaranglar, shunday testlarda siz javobini o'qib ham uning to'g'ri variantini topa olasiz. Chunki mazmun va grammatik bog'lanishda har doim ikkita mustaqil so'z bo'ladi va ular albatta mazmun jihatdan bog'langan bo'lishi kerak. A javobda yo'ldagi ulkan. Qaranglar, yo'ldagi ulkanda mazmuniy bog'liqlik bormi? Yo'q. Shuning uchun ham A javobimizni chiqarib yuboramiz. Men hali gapni o'qimadim, e'tibor beryapsizmi? B javobda har qanday asrab qoladi. Mana bu yerda har qanday bor, lekin asrab qoladiga bog'lanmayapti. Har qanday xatardanga bog'lanyapti. B javobimiz ham chiqib ketdi. Demak, mazmuniy bog'liqlik yo'q. C javobda yo'l bexatar emas. Mana bu yerda yo'l bexatar emas. Bu mazmuniy bog'liqlik bor, lekin ulug' karvondir degan. Mana bu yerga e'tibor bering. Xalq misoli ulug' yo'ldagiga bog'lanyapti. Ulkan karvondirga bog'lanyapti. Ulug' karvondir emas, ulkan karvondir. Demak, C javobimiz ham chiqib ketdi. D javobda har qanday xatardan, mana boya aytib o'tdim, har qanday xatardan bu to'g'ri. Uni asrab qoladi. Mana bu yerda uni asrab qoladiga bog'lanyapti. Bu ham to'g'ri. To'g'ri javobimiz D javob ekan. 12. Tinch belgilar bilan bog'liq bo'lgan testlarimizda albatta biz e'tiborli bo'lishimiz kerak. Qaysi gapda tire tinish belgisi bir xil punktuatsion qoida asosida qo'yilgan debdi. Birinchi gapimizga e'tibor bering. Oddiylik axloqiy barkamollikning bosh sharti deb yozgan edi Tolstoy. Mana bu yerda oddiylikdan keyin qo'yilayotgan tire ega kesim orasida. Ega va kesim orasida. 2da biz yoshlar millatning tayanchi. Biz ya'ni yoshlar demoqchi. Bu ajratilgan bo'lak. Millatning tayanchi, vatanning ishongan tog'larimiz. 3da to'g'ri bo'ling, bexavotir bo'lasiz. Bu yerda qo'shma gap, bog'lovchisiz qo'shma gap. Demak, qo'shma gapni bog'layapti. 4da ota bobolarimiz bejiz aytishmagan. Davlat tinch, sen tinchda qo'yilgan tire bu ham qo'shma gap, bog'lovchisiz qo'shma gapni bog'layapti. 5da men darrov idoraga yugurdim, yo'qsiz. Bu ham siz yo'qsiz bo'lib bog'lovchisiz qo'shma gapni bog'layapti. Demak, bu ham qo'shma gap. Mana bu yerdagi tire. 6da veksel qimmatbaho qog'oz, pul qarz olganlik haqidagi tilxat qarz hujjatidir bo'lyapti. Bunda ega veksel ega bo'lib, ega ta'kidlangani uchun tire qo'yilyapti. Demak, egaga ta'kid tushgan bunda. Xo'p, ana endi 1 bilan 5 degan. 1da
ega va kesim orasida 5 ta qo'shma gap. Ajomiz chiqib ketdi. 2 bilan 6 deyapti. 2 da ajratilgan bo'lak, 6 da tag egaga tarkib tushyapti. B javobimiz ham chiqib ketdi. C javobda 3 bilan 4 deyapti. 3 qo'shma gap, 4 ham qo'shma gap. Demak, to'g'ri javobimiz C javobga olib turamiz. D javobda 2 bilan 5 deyapti. 2 da ajratilgan bo'lak, 5 da qo'shma gap. Demak, D javobimiz ham noto'g'ri ekan. Ana endi mana shu 12 ta test tahlilida siz o'zingizga kerak bo'lgan bilimlarni oldingiz. Siz bundan keyin shu variantning davomini ham ko'rishni istasangiz, albatta YouTube sahifamizga obuna bo'ling. Sizlar uchun manfaatli bilimlar ulashda davom etamiz va albatta Habel kurslarida o'qigan barcha ustozlarning va abituriyentlarning muvaffaqiyat sirini sizlar bilan bo'lishib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.